Assalomu alaykum azizlar, barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Mana yana bir xonadonda fasad ishlarini tugatdik. Bu xonadonimiz ham juda ko'pchilikka ma'qul bo'layotgan mana shu oq fonli, qora tomirli zamonaviy fasadlardan bittasi bo'ldi. Boshqacharoq yondashamiz degan edik avval boshidan. Bu uslubimiz nafaqat bizga, hattoki uy egalariga ham juda ham manzur bo'ldi. Va yana bir narsani aniqladikki, bu uslubni arxitektorlar, dizaynerlar zamonaviy neoklassika uslubi deb atashar ekan. Bu narsani biz oldin bilmas edik. Va ular yana shu narsani aytishyaptiki, mana shunday oq mramor effektini beradigan uslublar nafaqat chiroyli, balki hatto foydali ham deyishyapti. Chunki bu nafislik, go'zallik, soflik ramzlari hisoblanadi va insonlarning ruhiyatiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadigan uslublardan bittasi ekan. Biz ham mana shunday foydali ish qilayotganligimizdan juda ham xursandmiz. Mana shunday chiroyli fasad ishlarini sizni uyingizda ham bajarib bera olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xizmatimiz kerak bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin.